Assalomu alaykum. Uy sharoitida baliq boqishga qiziqadiganlar, omonmisizlar? Bugun 18-iyulda hafta kuniga shanba. Baliqlarimizning holati yaxshi, Xudoga shukr. Yana qaytaramiz. Basseynimiz 14 ga 24 joyga tushgan. Qolgani 13 ga 12 yarimlar qolgan. Hozir chetda chuqurligi 2,5 metr, 2,70 ta chuqurligi, 2,20 atrofida suv bor hozir. Suv bo'la o'zinikini o'ziga obrazovka qilyapti. Hop, endi yangi basseynga o'tsak. Hop, yangi basseynimiz bu 8 metrga dumdumaloq, narigisi 10 metr oshiqroqqa, eni 6,5 metrli. Kelasi ham bir xil, chuqurligi 1,30 bo'lgan. 10 metr oshiqroq edi. Uni 40 shunaqa edi. Eni 6,5 metr. Hop, bismillah. Bunga gidroizolyatsiya surtildi. 3 sloy. Birinchi sloy oddiy gruntovka, changni chiqarmaydigan qilib qoplama bo'lar ekan, keyin gidroizolyatsiya surtildi. Hop. Suv chiqadigan joyiga 100 talik qo'yilgan. Gidroizolyatsiya shunaqa narsa bo'lar ekan. Mana. Bitta ko'chirganman-da. Mana qoqilgan. Shuni bitta ko'chirganman. Mana ishlatib ko'rdim. Shunaqa narsa bo'lar ekan. Salafanga o'xshab qolar ekan. Cho'zilar ekan. Cho'zilib. Hop. Burası sekin ochiladi. Xuddi shunaqa yasasalaring tepadan turib oson bo'ladi. Mana. Bo'lgan sari tepaga chiqaveradi. Plus mana shunaqa, ikkalasi ham shunaqa bo'lgan. Bunga oddiy rezbek etgan, tepasiga to'kirda narsa yasatilgan. Bunisi shu kirib chiqadigan narsa. Mana, ozgina zazur bo'lgani yaxshi, chunki suvda zanglaydi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun zazurli qilib tayyorlagan. Suv ichiga cho'zishcha qilaman. Buni kattaroq 100 talik qo'yganimiz baliq alati go'nglarini tozalab chiqib ketadi. Uklon qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi ekan uklon. Agar uklon kam bo'lsa, baliqda go'ng o'tirib qolar ekan. Shuning uchun imkon qadar bunimizda 13 sm ukloni bor. Tarafdan bu tarafgacha 8 metr joyda 13 sm uklon bor. Narigi tomonimizda 10 sm, 6,5 metr joyda. Shuning uchun imkon qadar uklonni ko'proq qilgan yaxshi ekan. Mana shunaqa. Mana bunda 100 talik bunga o'tgan, bundan aqa chiqib ketadi. Bunimizda tagi bir sloyi ko'k bo'lgan, keyin 2 sloy oq surtildi. Gidroizolyatsiya. Hozir baqvat bo'lib chiqdi, icheridan suv qo'ymaydi. Yaxshi. Shlaka blok sementga urilgan, choklar yamab chiqilib, keyin gidroizolyatsiya surtilgan keyin. Shunaqa gaplar.